Shogirdni ertalabdan chaqirib, mana hozir yangi $1900 $2000 pakrishkalar yangi qo'ygani ketamiz. Shogird tez o'z retsepti. Mana shunaqa shogirdlarni ishlatib yuraveramiz biz. Maza, shogirding bo'lsa Siroj. Sidmoni ajrat, sidmoni tort. Zamok tort. Yashaq o'rgataveraman sekin-sekin, sekin urib o'rgataymikan-a? Oppoq futbolkalarga yopdi yigit. Pakrishkalarning ahvolini qaranglar, pakrishkaning ahvolini. Hozir xudo xolasa yangi 6 ta pakrishka bosib yuboramiz. Chiqara olmayapsan, ukajonim, chiqara olmayapsan. Choy ichganmisan ertalab? Ko'tarmayapsan, Sirojning orqasini ko'tar, pritsepni yechaylik. Menimcha havosi bo'lmasa kerak, Siroj. Ertalab qoldimi? Soat 11 bo'lib qoldi. Hozir Sirojni ganat qolamiz. Sekin-sekin. Ha, Siroj, spasga nima ish qolding? Ha, hozir qasirlatib yechib tashlaydi pritsepni. Tentigashga ketamiz, ha? Da, qasirlatib yechib tashlaydi. Joyiga qo'y. Shogird bizga mashinalar olib berdi ertalabdan. Futbolkani rasvo qildi. Hozir biz yo'lga chiqdik, pakrishkani borib qo'yamiz. Yangi maslasdan choq $2000 mi? Choq $2000. Giti pakrishkadan 6 ta qo'yamiz hozir borib, xudo xolasa. Fogenstein bo'ladimi? Davay, bas ketdik. Biz shogird bizga bunaqa oddiy suvlarni olib, o'ziga energiya ham yo'q deydi bu. 18 yoshda shuncha energiyani qatga ishlatib qo'ygan. Bolalar sizlarga savol. Qatga ishlatib qo'ygansan sen? O'ziga energiya tiklan, opda adrenalin. Sen suv to'ldirib ichmaysanmi bunga? Yo'q, biz faqat svet qo'ygan. Shogird, senga bitta gap aytaymi? Uyqu bermaydigan yoshga ham yetib keldik. Faqat soqqani qilish kerak onasini emsa. Nima demading? Mana bu odam bittasi yozibdi. Uyqu bermaydigan yoshga ham yetib keldik. Omadsizligi. Mapda ham bitta Mers turibdi ekan, bizarnikimi deyman. Cho'tka Mers ekan. Men sotgan Mersdan bo'lishi ham mumkin. Omadsizligi. Bizga yaxshi havo bo'lib tursa bo'ldi. Mana sekin bazaga kirib keldi. Shogird keldi, hozir pakrishkani almashtiramiz. Mana bizani pakrishkalar turibdi. Masli. Sen ko'zingga qarab yurgan. Hozir 6 ta pakrishka yangi qo'yamiz, zo'r bo'ladi. Pakrishkalar, Michelin pakrishkalar bir ahvol bo'lib qolgan. Bizga keldi mana yangi masli jitsimi nima degan pakrishka. Hoshimdan qo'yamiz 6 ta. Shogird bitta tigashni o'zini eplab qo'ya olmadi menimcha, xullas. Shunaqa gaplar. Proses boshlandi. Hozir turib olgan energiya tiklandi. Almashtirib, cho'tka qilib yangi ballonlarni keyin bemalol kelaveradigan levoyga o'rgatib qo'yamiz. Hozirda pakrishka almashtirishga keldik. Rossiyadan ham mana podpiskalar bor ekan. Aka sizga gap yo'q. Like, respect. Aka ko'rib qoldilar, keldilar. Mana bitta rasmiga tushiraman. Shogirdlar qarab turdi. Meni zo'r egandi. Menga haqiqatan zo'r, chiroyli turibdi. Rossiyadan ham bor ekan bizlar podpiskalar. Kapachoglarga agar kimnidir mashinasi mana shunaqa kapachoglar yo'g'ib qolaversa, mana shu bola oldiga kelaverasizlar. Hozir endi pakrishkalarni taqamiz. GT. Shogird pakrishka qalay bo'ldi endi? Yaxshi. Zo'rmi? Straxovka uchun yashil ichiga tutib qo'yadi, keyin havo beradi. Shogird mana hamma narsani sekin-sekin mana shunaqa o'rgataveraman. Agar bu pakrishka ishirayotganda portlasa, odam o'ldiradi. Diskani ichida mana bunaqa datchiki bor. Datchiki bilan tabloda, mashinaning tablosida davleniyasini ko'rsatadi. Salon ichida qanaqa davleniya borligini ko'rsatadi, shunaqa datchiki. Mana men turgan damkira Siroj 120 tonnagacha ko'taradi. Bilmaganlar uchun foydali ma'lumot. Birinchi hafta bazaga rahmat. Mana ballonlar almashtirib, xudo xolasa zalzollarni qilib, cho'tki bo'ldi mashina. Tak что biz aloqadamiz. Kimga kerak bo'lsa telefon qilib kelaverasizlar. Xizmatdamiz. Avvalga rahmat. Mana birinchi hafta baza.
servis zo'r, gap yo'q. Oldinligi cho'tki hammasi zo'r.